себестоимостьdan bunchalik arzon qo'yilgan obyektni sizlar aniq ko'rmagansizlar. Infratuzilmani qoq o'rtasida joylashgan Sergeli tumani Yangi Qumariq mahalla Savatchilar ko'chasida yo'l yuzidan mashinada 2 minutlik yo'l masofada joylashgan 6 sotuv maydonga ega yangi obyektimizni sizlarga havola etamiz. Juda ham fayzli, oqibatli, sokin mahallada joylashgan ushbu obyektimizni atrof muhitiga to'xtaladigan bo'lsa, maktab, bog'cha, 3 kilometr masofada aeroport, masjidlarimiz joylashgan, fasadlarimiz 22 ga 28, oldi qatorida chiroyli va go'zal shinam qilingan palisadniklarga ko'zinglar tushadi. Aziz obunachilar, xonadonimizga kirib kelishinglarda juda ham go'zal bog'ga ko'zinglar tushadi. Chap qo'limizda o'ruk daraxtlari, o'ng qo'limizda behi, gilos va golden olma daraxtlarimiz ham bor. O'zini hozirgi kunda navini, hosilini berib kelyapti, qadrli do'stlar. Endi bo'lsa viyezga to'xtalamiz. Glavniy darvozadan kirib kelishinglarda naq 3 ta mashinaga mo'ljallangan viyezga ko'zinglar tushadi va obyektimizni chap qo'lida kattagina yozgi oshxonaga hududlarimiz qoldirilgan, o'zini uborniy va kotelniy xonalari bilan birgalikda. Xonadonimizdan ichki avzorga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 2024-yilda barpo qilingan, polностью pishuvchidan solingan 200 kvadratdan iborat 5 ta xona tashkil etadi. Bitta zalimiz, 4 ta yotoqxona, vысоталariga to'xtaladigan bo'lsa 3.4 metr tashkil etadi. Koridorlarimiz 3 ga 12, bu yoq bo'lsa 3 ga 9. Endi bo'lsa ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxona. Juda ham bepoyon, keng, fayzli qilingan, отопительный sistema, sirkulyatsiya, kuxna garnituri, uголокlar. Navbatdagi xonamiz zalimiz, juda ham добротный, 30-40 ta personani bemalol kutib olsa bo'ladi o'rtoqlar. Endi bo'lsa koridorga chiqamiz, navbatdagi xonaga o'tamiz. Juda ham fayzli qilingan xonadon, qadrli do'stlar. Birinchi yotoqxona, er-xotinlar uchun maxsus tayinlangan yotoqxonamiz, o'zini avtonomli sanuzel bilan birgalikda. Sanuzelga отдельный to'xtalamiz, полностью kafillardan iborat va sirkulyatsiya qilingan. Endi bo'lsa navbatdagi bolajonlar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga ko'zinglar tushadi. Bu ham juda ham добротный o'rtoqlar. Endi bo'lsa 3-yotoqxonaga yo'l oldi. Boya aytganimdek 3 ga 9 metr kvadratga ega koridorimiz, 3-yotoqxonamiz, qadrli do'stlar. Har bir xonada sirkulyatsiya, отопительный sistema, частично mebellar qoldiriladi o'rtoqlar. Endi bo'lsa bu 4-yotoqxona. O'zini avtonomniy, собственный sanuzel bilan birgalikda vanna formatda qilingan, uborniylarimiz, stиральный mashinalar va jami 3 ta konditsioner mavjud, barchasi qoldiriladi. Bir ko'rganda yuragingiz jiz etadigan xonadonni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, sotiga 37 ming AQSh dollari belgilandi. Ya'ni себестоимостьdan ancha arzon belgilangan xonadonimiz. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Sizlarga zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.